هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 132. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresi 132. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yeni Fir'an kavmi közümüzni bağlaş üçün her qandaq möcüze keltirsenmi biz sana hergiz işenmeymiz dedi. Ulağa su aptini, çiketke, pit, paqa, kan balalarını roşen möcüzeler kılıp evettik. Allah'a iman etişqa ulanın geden geçtiki yol koymadı. Ula günahkar kavm boldu. Ulağa bala nazil bolganda ula ey Musa Rabbinge özünün sana ata kılgan ehdi bilen yani sana bergen peygamberlikinin hakiki hürmeti bilen bizden balani kötürüp etişki dua kılsan Allah kasem ki eğer bizden balani kötürüp etsen sana çokum iman etimiz İsrail evladını çokum sen bilen bille koyup vermez degen idi. Uladın balanı vakitlik kötürüp etken çığımızda ula tosattın ehdilerini buzdu. Fir'an kavminin haddidin eşişi ve Allah Teala'nın ulağı türlük azaplarını evetkenlik doğrusu da. Allah Teala Fir'an kavminin haddidin aşkanlığı, çoğunluk kılganlığı, hakkını kabul kılışta tersalık kılganlığı ve azgınlık yolları da çın turvaganlıklarından haber verip mındak dedi. Ula yeni Fir'an kavmi közümüzni bağlaş üçün her qandaq möcüze keltirsenmi biz sana hergiz işenmeymiz dedi. Yani bizge meyli qandaq pakit ve möcüzelerini elip kelsenmi biz onu red qılımız ve qabul qılmaymiz. Sana ve sen elip kelgen din işenmeymiz. Ulağa su aptini, çiketke, pit, paqa, kan balalarını roşen möcüzeler qılıp evettik. Allah'a iman etişqa ulanın geden keçtiki yol koymadı. Ula günahkar kavm boldu. İbn Abbas Tufan balasını ölüm hadislerinin köpeyişi depmu düşendirgen. Mücahid bolsa bu su apti ve iç sürüş kesellikidir deydi. Çeketki bolsa hemmegi tonuşluk aşarettir. Onu yiyişki boludu. Bu vakti İmam Bukhari ve Müslim Ebu Ya'fur'nun mındak degenlikini rivayet kılıdı. Men Abdullah ibn Ebu Efvad'ın çeketke hakkında sordum. O biz Peygamber aleyhisselam bilen 7 qitim gazatga çıktık. Biz o yerlerde çeketkini yeyittik dedi. İmam Şafii, Ahmed İbni Hanbal ve İbni Mace qatarlıqla İbni Ömer radiyallahu anhumadın Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Bizge 2 ölük ve 2 kan halal kılındı. 2 ölük bolsa belik bilen çeketkidir. 2 kan bolsa ciger bilen taldır. İbni Ebu Neceh Mücahid'nin mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Çeketkiler
ularning ishiklarining mixlarini yeb, yog'ochlarini qo'yib qo'yatdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma ularga avatilgan pit balasi haqida to'xtalib, bu bug'doylarga tushgan mitini ko'rsatdi dedi. İbn Abbas yana bir rivoyatda bu pitdan chekatkining lechinkisi ko'z tutildi degan. Mujahid va Ikrima qatorliqlarmi buning ma'nosi shundoq bo'ladi degan. İbn Jarir Sa'id ibn Jubayr radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhisalom Fir'avnning qishig'iga kelib, İsrail avlodini qo'yib etgan dedi. Fir'avn ularni qo'yib etgili unimidi. Shuning bilan Alloh taolo Fir'avn va uning qavmiga azroq yomg'ir yog'dirdi. Shuning bilan ular bu bir azob bo'lib qolmag'idi deb qo'rqib Musa alayhisalomga Rabbingga duo qilgan, bizdan bu yomg'irni ko'tarvatsin. Biz sana iymon etimiz va Isroil avlodini sen bilan birga ketishga qo'yib beramiz dedi. Shuning bilan Musa alayhisalom Alloh taolaga duo qildi. Alloh taolo ulardan yomg'irni ko'tarvatdi, to'xtatdi. Lekin ular yanada Musa alayhisalomga iymon etmadi. Isroil avlodini qo'yib bermadi. Shu yili Alloh taolo ularga azaldan o'stirib bermagan ziroat, meva va o't cho'plarni o'stirib berdi. Ular buni ko'rib, biz mushundoq bo'lishini uzundan beri orzu qilib kelgan edik deyishdi. Ondan Alloh taolo ularning ziroatlariga chekatga avatdi. Ular chekatkining ziroatlariga solgan ziyonlarini ko'rib chekatkilarning ziroatlarini butunlay nobud qilib etilganligini tonib yetib Musa alayhisalomga: "Ey Musa, sen Rabbingga duo qilgan, bizdan chekatki balasini ko'tarvatsin. Biz sana iymon etimiz va İsrail avlodini sen bilan ketishga qo'yib beramiz" dedi. Musa alayhisalom Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo ulardan chekatki balasini ko'tarib etdi. Lekin ular yana iymon etmadi, ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Ular ziroatlarni uylariga akirib joylashtirib olib, biz ziroatlarimizni uylarimizga joylashtirib oldik dedi. Ondan Alloh taolo ularning uylaridagi ochliqlariga mita avatdi. Shunda qilib bir odam tugmanga 10 xalta bug'doy ilib borsa, mit yeb ketganligidan uningdan aranla 3 uchum un ekilalaydi. Shuning bilan ular Musa alayhisalomga: "Ey Musa, Rabbingga duo qilgan, bizdan mitining balasini ko'tarvatsin. Biz sana iymon etimiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib beramiz" dedi. Musa alayhisalom Allohga duo qildi. Alloh taolaga duo qildi. Alloh taolo ulardan mitining balasini ko'tarib etdi. Lekin ular iymon etishga va Isroil avlodini qo'yib berishga unimadi. Bir kuni Musa alayhisalom Fir'avn bilan o'ltirgan bir paytda Musa alayhisalom paqining ko'kirgan ovozini angladi. Musa alayhisalom Fir'avnga: "Sen va sening qavming bu paqidan yana qandoq ishlarni ko'rar?" dedi. Fir'avn: "Buningdan yana nim balolar kelar" dedi. Shu kuni kech bo'lmayla paqining ko'payib ketganligidan agar bir odam o'ltirsa, paqalar toki uning mo'rlargacha yomishib yurgidek holatga keldi. Gap qilish uchun ig'izlarini ochsalar, paqalar ularning ig'izlariga sakraydi. Shuning bilan ular Musaga: "Ey Musa, Rabbingga duo qilgan, bizdan bu paqalarning balasini ko'tarvatsin. Biz sana iymon etimiz va Isroil avlodini sen bilan ketishga qo'yib beramiz" dedi. Musa alayhisalom Allohga duo qildi. Alloh taolo ulardan paqining balasini ko'tarib etdi. Ular yana iymon etmadi, ham Isroil avlodini qo'yib bermadi. Shuning bilan Alloh taolo ularga qon balasini berdi. Qon balasini avatdi. Ular o'stan, quduq va qochilardan suv ilib ichmoqchi bo'lganda, u suvlarning sap qondanla iborat ekanligini ko'rdi. Ular Fir'avnga: "Biz qonning balasiga qoldik,
ichadiganға hech qandaq suv yo'q deb shikoyat qilishdi. Fir'aun Musa sizni sehrlab qo'yibdi dedi. Ular bizni nemish sehrlagandi? Biz ichish uchun qandaq boshqa narsa topolmadik. Biz ichish uchun hech qandaq boshqa narsa topolmadik deyishib Musa alayhisalomning qishiga kelib, ey Musa, sen Rabbingga duo qilgin, bizdan qon balasini ko'taribsan. Biz sana iman etimiz ve İsrail evladını mı sen bilen ketişik koyup berimiz dedi. Musa aleyhisselam Allah Teala'ya dua kıldı. Allah Teala uladın kan balasını götürüvetti. Ula yenile iman etmedi, hem İsrail evladını mı koyup vermedi. İbn Abbas, Katade, Suddi ve başka selef alimleri mı bu kıssını yukarıdaki rivayet kıldı. Muhammed İbni İshak İbn Yasar mundaq deydi. Sehrgarlar Musa aleyhisselamga iman keltiribdi. Allah Taala'nın düşmanı bolgan Fir'aun mag'lub bo'ldi. Shuningdan keyin u askilik qilishda texama haddidan ishib, kufrliqida ching turishga boshladi. Shunga Allah Taala ularga turli mo'jizalarni avatdi. Allah Taala uni qo'rg'oqchilik va ocharchilik bilan sinadi. Tufan, çeketke, mite, paqa ve kan balalarını aşkarı mucize kılıp evet. Tufan balası bolsa yeryüzünü kaplap ketken sudan ibaret bulup, bu suyun sebebinden ula ziraat terip ve şuningdek bir narsa undirishga amalsiz kaldı. Şunun bilen ula açarçılıktan qiynaldi. Ulaga mushu balalar yetkendan keyin ula, ey Musa, Rabbinge özünün sana ata qılgan ahdi bilen, yani sana bergen peygamberlikinin hakiki hürmeti bilen bizden balani kötürüp etişki dua kılsan, Allah qasam ki, eğer bizden balani kötürüp etsen, sana çokum iman etimiz. İsrail avladını çokum sen bilen bildi koyup verimiz degen idi. Musa aleyhisselam Allah Teala'ya dua kıldı. Allah Teala uladın acarçılığını kötürüp etti. Lekin ulad degen sözlerinin birigimi vefa kılmadı. Şunun bilen Allah Teala ulağa çiketki balasını evetti. Bu çiketkiler ulağının del daraxtlarını, ziraatlarını yepli kalmay, hatta ulağının yağaç öylerinin, işiklerinin tömürlerden boğan mıhlarını yep getip öylerini örüvetti. Ula Musa aleyhisselamdan burun talep kılgan nersini talep kıldı. Musa aleyhisselam Allah Teala dua kıldı. Allah Teala uladın çeketki balasını mı kötürüvetti. Lekin ula yanıla degen sözlerinin birgimi vefa kılmadı. Ondan Allah Teala ulağa miti balasını evetti. Musa aleyhisselam birer kum dövüsünün yeniği verip hassı bilen o kum dövüsünü uruşku buyuruldu. Şunun bilen Musa aleyhisselam kumları sırılıp durduğun çoğun bir kum dövüsünün yeniği verip onu hassı bilen birini urdu da mitile Fir'aun kavmiga her taraftan yamrab kelishki başladı. Öyleni ve yemekliklerini miti bisip ketdi. Fir'aun kavmi uxlashqa, o'ltirib qopishqa amalsiz qaldi. Ular buningdan qiynalib Musa aleyhisselamdan burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa aleyhisselam Allah Teala'ga dua qildi. Allah Teala ulardan mitining balasini ko'tarib etdi. Lekin ular yana degan so'zining birigimi vafo qilmadi. Ondan Allah Teala ularga paqa balasini avatdi. Ularning o'ylari, yemeklikleri ve qochilari paqa bilan to'shib ketdi. Ulardan birer kishi qo'liga kiyim kechaklarni alsa ve yemeklik salgan qochilarni açsa, paqaning to'shib ketganligini ko'ratdi. Ular buningdan qiynalib Musa aleyhisselamdan burun talab qilgan narsani talab qildi. Musa aleyhisselam Allah Teala'ga dua qildi. Allah Teala ulardan bu balanı kötürüp etti. Lekin ular degan sözünün birigimi vafo qilmadi. Ondan Allah Teala ular qon balasını evetti. Şunun bilen Fir'aun ve onun kavmidagi kishilarning ichidigan suları qonga aylandı. Ular su içmekçi bulup birer östten quduq yoki qochidan su algan hamallar su sap qonga aylanadi. La ilahe illallah.
oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'za qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatlik qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salganlari, ya'ni imoratlarini ve yasıganları, yani bağları ve ekinzarlıklarını vayron qildik. Fir'avn ve onun kavminin denizge g'arq qilib etilganligi ve İsrail avlodining bereketlik ziminga mirasxo'r qilinganligi to'g'risida. Allah Teala bu yerde özünün Fir'avn ve onun kavmini arka-arkadan kelgen möcizeler bilen sınagan bolsumu, ular yanala çoğunçılık kılıp, haddiden eşiği vergende ularni denizge g'arq qilib etiş bilen ulardan intikam alganlıqını haber verdi. Musa aleyhisselam İsrail avladı bilen denizden sağ salamet ötüp bolgandan keyin Fir'avn ve onun askerleri ularning keyindan denizga kirdi. Ularning hammasi denizga butunlay kirib bolgandan keyin denizning suvlari qo'shilib, ularning ustiga yepildi. Shuning bilan ularning birimi qolmay suvga cho'kib ketdi. Bu oqibat ularning Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganligi va ularga avatgan mo'jizalarga parvo qilmaganligi uchundir. Alloh taolo bo'za qilingan İsrail avlodini zaminning sharq va g'arb taraflariga mirasxo'r qilganligidan xabar berdi. Hasan Basri ve Qatada bu zimin bo'lsa Shamning ziminlarini ko'rsatdi dedi. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Mujahid ve İbn Jarir bu va'da bo'lsa Allah Teala'nın tüvendeki ayetlerde bayan kılgan işlardır dedi. Biz Mısır zamanında boza kılınganlığa merhamet kılışını irade kılımız. Ularni yol başçılardan kılışını, ularni Fir'avn ve onun kavminin mülkige varis kılışını irade kılımız. Ularni Mısır zamanında güç kuvvetki ega kılmakçımız. Biz Fir'avnga, Veziri Haman'a ve ularning qo'shiniga ular yani bo'za qilinganlardan qo'rqadigan narsani, yani Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Fir'avn ve onun qavmining salganlari, yani imoratlarini ve yasaganlari, yani bağları ve ekinzorliklarini vayron qildik. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib etdik. Ular butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, "Ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin" dedi. Musa, "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar" dedi. Shubhisizki, ashu kishilarning botil dinlari gumroh bo'lg'isidir. Ularning qilgan amalları bekardır. İsrail avlodining dengizdan sağ salomat chiqqanligi ve ibodat qilinadigan bir but bar joydan o'tganligi to'g'risida. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda Allah Teala bu ayette İsrail avlodining Allah Teala'nın nurg'un katta mo'jizalarini ko'rib ve dengizdan sağ salomat chiqib butga ibodat qilayotgan bir turkum kishilarning qishidan o'tganda ularning nadonlarining Musa alayhissalomga degan so'zdan xabar berdi. Ba'zi tafsirshunoslar butlarga cho'qinayotgan hiliq kishilar Kan'anliqlardir deydi. Ular Lahim kentlik kishilardan degan ko'z qarashim bor. İbn Jarir mundaq deydi. Ular
kal şeklinde yasalgan butlarga ibadet kılattı. Şuna bu keyin İsrail avladının Musa'ga ibadet kılışıga bir ta'sir kaldırgan. Ula Musa aleyhisselam'a mundaq dedi. Ey Musa, bizge mi ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergan? Musa: sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Ya'ni Alloh taolaning kattaligini, ulug'ligini va shirkdan pok ekanligini bilmaydigan kishilar ekansizlar. Shubhisizki, ashu kishilarning botil dinlari gumroh bo'lg'usidir. Gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. İbn Jarir Abu Waqid Laysining mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar Hunayga bormoqchi bo'lib, payg'ambar alayhissalom bilan birga Makkadan chiqdi. Qurayshning kofirlari uchun har yili bir qitim kelib, qishida e'tikof qiladigan va qilichlarini isib qo'yadigan halqiliq deb atiladigan bir tip daraxt bor edi. Biz Hunayniga ketayotgan yo'l ustida yop-yeshil yashirib turgan bir tüp çoğun daraxtning yenidan o'tdik. Biz payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, kofirlarning qilichlarini esib qo'ydigan halqiliq daraxti bo'ladigan kofirlarning qilichlarini esib qo'ydigan halqiliq daraxti bo'lganidek, senmi bizga bu daraxtni halqiliq daraxt qilib bersang?" dedik. Senmi bizga bu daraxtni halqiliq daraxt qilib bersang dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar xuddi Musaning qavmi Musaga: ey Musa, bizga mi ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergan degandek bu so'zni qildinglar, degandek bir so'zni qildinglar" dedi. Musa: "Alloh sizlarni zamonimizdagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim" dedi. O'z vaqtida sizlarni Fir'avnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. O'g'illaringlarni o'ltiratdi, ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga elib qolatdi. Buningda Rabbinglardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. İsrail avlodiga Alloh taolaning ne'matlarini eskartganlik to'g'risida. Musa alayhissalom İsrail avlodiga Alloh taolaning ularni Fir'avnning qo'lida qilishdan, zulmlaridan, xorlanishidan, izlishidan qutuldirib, aziz qilganligi va dushmanlarini ko'z oldida xor pas qilib va suvga g'arq qilib halok qilganligi va dillarga xursandlik ato qilganligidan iborat ne'matlarni eslatdi. Biz bu oyatga munosabatli mazmunlarni Sura Baqarada bayon qilib o'tgan edik. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Rabbingning va'da qilgan vaqti 40 kechi bo'ldi. Musa qarindishi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turgin. Ularning ishini tuzigin. Bozuqchilik qilg'uvchilarning yo'lida mangmag'in" dedi. Musa alayhissalomning ro'z tutganligi va qavmidan ayrilib 40 kun ibodat qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Musa alayhissalomga so'zlash va Isroil avlodiga aloqador shariat belgilamalari va hukmlari Tavratni berish bilan Isroil avlodiga hidoyatdan iborat ne'matini ato qilganligini va uningga 30 kunni va'da qilganligini bayon qildi. Tafsirshunos olimlar mundaq deydi: Musa alayhissalom 30 kun ro'za tutdi. 30 kun to'shqanda Musa alayhissalom bir daraxtning qo'ziqini misvoq qilib eg'zini yuydi. Shuning bilan
Allah Taala Musa aleyhisselam yana 10 gün roza tutishni qo'shib berdi. Shuning bilan jami 40 kun bo'ldi. Bu vaqt to'shqanda Musa aleyhisselam va'da qilingan joy Tur Sina teg'iga bormoqchi bo'ldi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey İsrail avlodi, sizlarni haqiqatan dushmaninglardan qutqizdik. Munojat uchun va Musaga Tavratni nozil qilish uchun sizlarga Tur Sinaning o'ng tarafini va'da qildik." Bu chaqda Musa aleyhisselam o'zining o'rniga inisi Harun aleyhisselamni İsrail avlodiga mas'ul qilib qo'yib ketdi. Musa aleyhisselam uningga İsrail avlodlarining orasini tuzashga, ularning orasida biror buzg'unchilik ishini qilib solmaslikqa vasiyat qildi. Bu vasiyat Harun aleyhisselamga qilingan bir asl-tishdir. Amaliyotda Harun aleyhisselam Allah Taalaning yaxshi bandisi va payg'ambari bo'lib, uning buzg'unchilik qilishi mumkin emas edi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf tafsiridan 142 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.